Valla, baza qanda bo'yatdi. Mayning puli aralla chiqyapti. Qo'ylarni tuzak yo'q-ku. Shuqatning tayini yo'q vaqtida yer sharini qutuldirish plani bularga muhxush yoqdi va qanday qilganda belgilangan nuqtaga bexatar borg'ini bo'ldiganligi to'g'riliq muzokiralashdi. Ha, valla, zot qanday qilamiz? Pechanga tushamdiq ya aydirumg'imi? Oyo, mau yin harita. Cho'ngbay bilan tushadigan chiroy bog'u. Amsi ballar, gapni oz qilamiz. Anchunchiga qarab maylichimi? Ammo shin xo'chon deb bosan gapirchimi? Vay o'zingni bilay, dushman chipoqcha, ayzg'a, mayzg'a deb qayoqqa ayzmayz degan. Sen nima qilyapsan? O'yan bo'layotamdi bu yerda? Ya, ma vanxunglar shipping chiqiribdi-ku, ko'ryaptimi? Menmi mushta bir xo'li bo'lib ketsam bo'ladi-chimi? Voy, asango adash hozir xo'li bo'lish. Ağinangdan işkini tapsa, chiroyli qizdan birisi keladi. Sen yukinesa, qiz kaçtanga birini saladi, ondan asta mendonzo bilan qop gitsa, qiqas muzikidan birini kirishtirsa, ish tugaydi. Ish qilib adash, anang tushunmaydigan, dadang tushunmaydigan narsalarni tatib qo'ysang, zakas qo'li bo'lsa. Bular harakatga otlanadi. Mashin bo'lmasa po'qni o'ttirdim bo'lanmaydigan bu taqirboshlar mashinasini aeroplanga tang ib chiqdi. Yo'lovchilar diqqat. Oldimizdagi bekat yoshlar baxtisi. Shidhallar arqaga mangayli. 6-chi, 7-chi, 8-chi yo'l avtobusga almishidag'anlar mush bekatda almishayli. Tushadigan vaqtimiz bo'lib qopti, tushayli. Balla, faqat solonglar, sog'-salomat tushsak arshuvchi o'g'limiz, chataq chiqib qaz bofiychi o'g'limizmi? Shuning bilan bular o'ngishli holda soy yo'liga qo'nib oladi. Esel balla, shashtirib, to'y ko'chagandak menlar. Bu chaqda oldidagi mashindan ikki apparat chiqib, asboblarni to'g'irlab tatat qilib etishga boshlaydi. Bu apparatchilar shunchalik yomonki, mashinning choqidan boshqa hamma o'qitmaydigan yerlarga birdan etib chiqadi. Dominikola bo'lsa, shoshang mashinasini beshit qilib, to'y mashinasiga yetishib oladi. Hamda pul bermasa oshmaymiz degan ishni zo'rlab ichib kirdi. Xotin bolasi var Pavul to'y yigitdan burun kelib kelinchakning yuzini ichib o'tdi. "Hey xon, mening mashinam chiqibsiz. Bir o'rin qoldi." "Ey adosh, bo'ldi, g'itqisa. Sening xotining bor. Undidarında aşqan tatras qızlavası mağalata. Özüm aldım bir qullu xabar alay. Ole adaş, itib etdim, tuta. Dominiko o'ngishliq Pavulning ko'zi tushgan qiz bolani o'zining mashinasiga besib, o'rmonlikqa haydab kirib, mashinani titirtib, birlikda leki o'ynab bo'lib ketdi. Hamda surat va hissiyotning yuqori pallasiga chiqirdi. Bu chaqda bir to'p odamlar Dominikoni qo'rshib oladi. "Men qiz tarafning yigit beshi, bizning bu yerning qoidasi bo'yicha oldinglarni to'saymiz. Bir qo'l usulga tushib o'ynamasanglar, qo'yib bermaymiz." "Opla, efendim, u naynay qilishni bilmaydi emasmi?" Dominiko bo'lsa, "Hapomıgın adaş, mening naynayga taz payzim yo'q. Ma qizvalning girimi cho'lib ketibdi. Men bu qizning girimini yasab kelay deb asta mashinasi bilan olib qochib ketdi. Amaliyotda bu qiz maxfiy organ izlayotgan oshu yumshoq detalning yasag'uvchisi bo'lib, Dominikoning mari issiq yaxshi odam deb bilib, o'zining detalini ma'lum bir yerdagi katta mehmon saroyining ichiga yo'shirib qo'yganligini aytdi. Shuning bilan bular mashinaning notsini ijara qilib, bir qumliqning o'ttirsidagi 3 tal gavtsingdan boshqa hech nimasi yo'q bo'lgan shahriga kelib, hamda shu yerdagi bir yig'ilishga qatnashish orqali detalni o'g'irlab chiqmoqchi bo'ladi. Ammo atidagi sorindagi qizlar pek seriqchimi? Dash, mening yomon sorindashligim bor. Qizvala muhim emas, muhimi o'zim serxirang gaproq bilsan-ku. Ati bir kun qo'limiz roldi bo'ldi ekanda. Bo'ldi ekan. Esil balla, mana so'rin degan mushta bo'lmamdi. Bir-biridan o'ta oltin qizlar bor ekan emasmi bu yerda? Boyning xotinimi oltin, o'tinimi oltin degan bekor gap emas-da. Ey, sen haq meni aldabsa, nerede seriq qizlar bor bu yerda? Bir-biridan o'ta oltin qizlar bor ekan-ku. Bu yerdagi qizlar bir-biridan o'ta shingan kiyingan bo'lib, so'gusi qas-qas shinsaysi tas-tas edi. Yigitlarning ko'ngildagidek ko'rinishlarni tatalaydigan bu shoshangchi bo'yi cho'qim intayin bakarmiki deb o'yladim. Roman, anglayapsanmi? Sen hozir jidal chiqarib, boshqalarning diqqatini o'zingga tart. Dominikola o'ngishliq nishonga yetib olsin. Qanday jidal chiqarma? Muhabbati bor bir qizga chaqchaq qilsang birdan chiqadi jidal degan. Roman obyektisi bor bir qizni tangsiga tortdi. Bu qiz bo'lsa, "Voy bilmaydim, voy o'ynamaydim" deb Romanning yanchug'idan ko'rinib qolgan bovmaning oshqishini ko'rib kelib, "Qo'y bugu o'ynamdiq, volisqimi" deb o'rnidan chachirib turib ketdi. Roman bo'lsa, vaqirab bu qizning muhabbati qaysinglar, yomon bo'lsanglar birga bir etishiman deb jidal chiqarishga boshlaydi. Fursatni g'animat bilgan Dominiko bilan Pavul o'ngishli qoldi, ishkiri uyga kirib oladi. Bular uyning ichida dunyo bo'yicha eng dongliq, eng qimmat, eng tez mangdigan, egisi xalqni balduroq o'g'irlab ketsin deb oshqishni ishiga tashlab qo'ydigan satang mashina Santana bachani uchirtib qoladi.
Mashinaning ichidagi detalni elishga ulgurmay turibla, amalliq saqlovchilar ularni bayqab qoladi. Shunda qilib, bular amalsiz holda mashinani biroqla ilib qochadi. Dal mushu vaqtda nag borsi keyindan agishib yuradigan temir bag'oq Jason Stentos to'satdan paydo bo'ladi. Hamda yo'g'on qurolni ko'tarib kirib, "Men g'azab otadigan bola" deb bir poynami joyiga tekkizolmay, so'rindikilarni intayin umidsizlantirdi. Kichigida ok-uk shoturlarning kartonini jiq ko'rayotgan Dominiko o'zini shovxov deb qolgan chig'i bor, mashinasini bir binodan yana bir binoga uchirdi. Ular detalni qo'liga ilib, mashinadan sakrab qutuladi. Bu shahardagilar intayin boy bo'lg'ashqimki bilmadim, shuncha yerlarni vayron qilib etsa, biroz hoy deb qo'ymaydi. Ular detalni qo'lga tushagandan keyin detalni qo'zg'atib, detal orqali atdigandan yog'i nagli borsi keyindan so'kildab yurayotgan Jason Stentozni izlamoqchi bo'ladi. Rasmiy bir to'p ketgan kallalag'u bu. Jason Stentosning yo'shirinib olgan yeriga kelgandan keyin uning intayin tamkinlik bilan tamoq yeb o'tirganligini ko'rib, uningga tahdid soladi. Stentos bo'lsa, o'diqmay, terikmay, zerikmay jiyli bo'lmay, Hollivud'dagi doim ishlatilgan bosh personajlarni ko'rsa hechnim bo'lmay, zapas personajlarni ko'rsa shu zaman portlaydigan granatdan birini jo'ziga qo'ydi. Hamda o'zining og'aylarini boshlab Dominiko bilan qattiq jang qiladi. Dominiko o'zining bu boshlab opag'an esqatmaydigan qiyirning yarilish sababidan amalsiz bu jangdan chekinib chiqdi. Hamda detalni tatqizib qo'ydi. Balkim mushning bilan kinoni tugdi deb bilishingiz mumkin. Yo'q. Surat va hissiyot kinolarining koni an'anasi bo'yicha ular cho'qim rat bo'lib tizilib, mashinalarni kayniga qo'yib qo'yib, cho'ng shaharlarga qarab urib etib, o'zini bir xil oqsa ray ko'zlab etibla qaytadan jangga otlandi. Dominiko o'zining uzun jildi yog'i ombarda yetib, motori shalvarab Yingchingayning ustiga chiqib qolgan mashinasini qaytadan Shanxay qilg'izib tayyor turdi. Pavul bo'lsa, eng qiqas jo'ngbilarni isib, eng tayinli qishlarni qilmoqchi bo'ladi. Bular qarmoqqa intayin shay jabduvatqini bilan amaliyotda olgan narsalarning biroz asqasi men o'lay. Bular birlikda yomon odamlar bilan jang qilib dunyoni qutuldirish uyoqda tursin, dunyoni dunyo bo'g'iniga to'yg'izib, ona manasini ko'ziga ko'z tibitidi. Bichara dunyomo, voy bo'ldi, meni qutuldirmanglar, sizlar kelmagan bo'lsanglar men xili tinch bir yetim deb urib yig'laydi. Lekin haqqoniyat oldida bunchilik qolaymqonchilik hech nimaga arzimaydi. Anchonday taqamay mashinani o'lgidek haydaydigan bu shoturlar ICUda yetayotgan u odamlarning ulgisi edi. ICUning gapi chiqib kelib, tuyuqsiz kallamga makinoning beshida bak do'chilik ketib, doktorxonaga kirib qolgan og'inimiz Don ismi kelib qoldi. Dom o'zining endi maydonga chiqmasa makino tugab ketadiganligini his qilib, tingaqchining hay deginiga unimay gipsni yitib elibdi. O'lsammi ikki ko'rinishga chiqib olib o'lay deb, bichara qizini doktorxonaga yolg'iz tashlab qo'yib ketib qoladi. Bu chaqda Dominiko bilan Jason Stentos tengchochangda yana mashinasini bir-biriga urib oladi. Eshak chig'ida bir put kirgan yerga ikkinchi qitim dasimaydi. Lekin bu ikkisining orasida uzilmas rishta bor edi. Gapning eng to'ngini qilib, mushning eng cho'g'ini yeydigan Jason Stentos yana xinxinlik qilishga boshlaydi. Dominiko bo'lsa, bu tozning eshib qolgan ikki tal chejidan tutib olib, voy xapilma aka deyicha tishqidek soladi. Dal mush vaqtda Stentosning do'stlari Stentosga yordam qilgani kelib, o'ngishli holda uni bomba bilan portlatib, og'inni xato tutib olganiga burun quloqqicha jaq to'yg'izib etdi. Stentosning sabdoshlarining bunchilik kengashganligini ko'rgan Dominiko ularga rahmat etish yuzidan ikki parcha chaqmoq qand va bir kesak choyni shiping duxoviga o'rab, yo'lni jiroq ko'rmay, mashinani uchirib ularning tikushariga isib qo'ydi. Dal mush chaqda bichara Domga oxir bir ko'rinish chiqib, o'zining yo'g'on ham g'azab otadigan saymunni so'rab ochiqib, osmonga qartib o'q otadi. Buning bu qiliqlari naq maydondagi ayol shopirlarni vah degizib etdi. Dushmanlari mag'lub bo'ldi. Dünya yana bir qitim bular tarafidan qutuldirildi. Shuning bilan bu kinorimiz oxiri oyoqlashdi. Ey to'xta. Qarab tursam, men to'g'riliq bir yig'izmi gap qilmading-ku? Voy, qorong'ulikning ichidan bir necha tal sadabdek chishmon qarab gap qilyapamdi nima? Asli bu Hollywoodning sizlar kinosini tuzak ko'rib baxmagan, hamda kinoda bor lekin chiqibli ma'lum sabablar tufaylidan osonla o'lib ketadigan artist Jaman edi. Qat'iy ranjima aka. Qorong'uda ko'rmay qolibdimi?